Xo'p do'stlar, mana isbot tariqasida ko'rsataman. Ya'ni $100,000 olganim, ya'ni ko'rib turibsizlar. Va mana bu yerda ham yozib qo'ygan. Bu Secrets Funded Pro firmasidan olganman. Va mana keyingisi Alpha Capital Pro firmasidan, ya'ni mana ko'rib turibsizlar. Va mana uchinchisi Blue Garden Pro firmasidan olganman. Mana $100,000lik akkaunt. Salom hammaga, bugun sizlar bilan top 3 ta pro firmadan bepulga $100,000lik pro shot olishni o'rganamiz. Buning uchun Blue Garden Pro firma saytiga kirib olamiz va bu yerdan competition bo'limiga o'tib olamiz. Ya'ni mana bu turibdi. Competition bu, ya'ni o'zbek tilida musobaqa degani, ya'ni har oy pro firmalarda tekinga o'tkaziladigan musobaqa, lekin hamma pro firmalarda ham bo'lmaydi. Va sizlar bu musobaqada qatnashib, ya'ni prop akkauntda ma'lum bir foyda qilib berib $1,200 pul mukofoti va $100,000lik challenge akkaunt yutib olishlaring mumkin. Va men hozir sizlarga ko'rsatadigan pro firmalarda bu mukofotni olish ehtimoli juda yuqori va oson. Chunki bu pro firmalarda hozirda ishtirokchilar soni juda kam va aytganimdek topga chiqish oson. Ya'ni ko'rib turibsizlar, mana ishtirokchilar soni juda ham kam, 705 ta turibdi. Ya'ni hozirgi mart oyidagi musobaqa. Misol uchun qilib ko'rsataman. Masalan, Funding Pipsda bu oygi musobaqasini ko'rib turibsizlar, ya'ni mart 2025-yilgi oylik musobaqa ko'rib turibsizlar. Bu yerda 41,000 ishtirokchi turibdi, ya'ni bittagina mana shu competition musobaqasida. Va bu yerda foizlarda ham ko'rsalaring, juda ham nereal va qilish qiyin bo'lgan foizlar, ya'ni 900%. Bu juda ham katta foiz hisoblanadi. Shuning uchun men bu ro'yxatga Funding Pipsni qo'shmadim. Va mana bu Blue Garden Pro firma saytida ko'rib turibsizlar, bu oyda 705 ta odam qatnashgan xolos va bu pro firmalarda yutib olish imkoniyatimiz ko'proq bo'ladi. Bu 1-apreldan boshlanib, ya'ni 30-aprelgacha davom etadi. Bugungi sana 27-mart va 4 kun qolibdi bu musobaqa boshlanishiga, ya'ni 31-mart kuni mana bu mart tugagandan keyin mana bu aprel competitioni musobaqasi boshlanadi va bundan ro'yxatdan o'tish uchun mana bu yerda register turadi. Agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsalaring, buni bossalaring, emailleringizga xat jo'natadi, ya'ni barcha login paroli bu Blue Garden'da Match Trader orqali ishlaysizlar. Va bu yerda detailsni bossak, ya'ni mana bu yerda turibdi. Bu yerda sovg'alar ko'rib turishlaring mumkin. Bunda $300 pul va $100,000lik ikki etapli akkaunt tekinga yutib olishingiz mumkin. Ya'ni birinchi o'rinda. 25-o'ringa chiqib olsangiz, sizlar mana $10,000lik akkaunt yutib olishlaring mumkin. Va birinchi o'rindan mana ko'rib turibsizlar, $300lik pul va $100,000lik challenge ikki etapli akkaunt ekan. Ikkinchi o'ringa $200 pul va akkaunt va uchinchi o'ringa $100. To'rtinchi o'rindan 5-o'ringacha $50,000lik ikki etapli akkaunt berar ekan va 6-o'rindan 10-o'ringacha 25,000lik ikki etapli akkaunt. 11-o'rindan 25-o'ringacha $10,000lik ikki etapli akkaunt bo'lar ekan. Va bu yerda qoidalarni yozib qo'ygan. Maximum loss, daily loss. Sayt manzili описание va kommentariyada bo'ladi. Va keyingi pro firmamiz Secrets Funded, ya'ni o'zimizning eski My Funded FX. Bu yerda ham qatnashchilar soni boshqa pro firmalarga qaraganda kam va yutib olish imkoniyatimiz ko'p. Va mart oyidagi ko'rsalaring 3,900, ya'ni deyarli 4,000 odam yig'ilgan. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, 77% qaytargan birinchi o'rindagi odam va hozirda $1,200 pul va $100,000lik akkauntga nomzod bo'lib turibdi. Bizda imkoniyatimiz bor, ya'ni apreldagi musobaqaga qo'shilib olish uchun hozirda 2000 ta odam ro'yxatdan o'tib bo'libdi. Ro'yxatdan o'tish uchun mana bu registrni bosamiz va bo'ldi, bizni email, ya'ni pochtamizga xabar keladi. Barcha ma'lumotlar bunda. Sizlar MetaTrader 5 ta ishlashingiz mumkin va musobaqaga qo'shilganimizdan keyin mana bu yerda qidirish bor, ya'ni o'zimizning nickname'imizda, ya'ni username'da yozib qidirishimiz mumkin. Misol uchun men yozaman Sherzod. Ya'ni bu akkauntlar manki emas, shunchaki misol uchun ko'rsatib beryapman. Masalan, mana shu akkaunt manki bo'lsa, ustiga bosib bemalol mana nechinchi o'rinda ketib turganimiz va pastdagi jarayonni ham ko'rib turishimiz mumkin. Bu yerda o'rnimiz, bu yerda necha foiz foyda qilganimiz yoki zarar qilganimiz, ya'ni bu 0,91%, ya'ni pashta 1% foyda qilgan ekan. Va bu yerda e'tibor beringlar, agar mana bu so'z bo'lsa, ya'ni diskvalifikatsiya, bu degani o'zi sizlar akkauntlaring ketdi, ya'ni ban bo'ldi. Bu My Funded FX Pro firmasida competitionda minimal 50-o'ringacha chiqib olsalar ham bo'ldi ekan, ya'ni hozirda 50-o'rinda 16% ko'targan ekan akkauntni, ya'ni $100,000da $16,000 foyda qilgan. Hozirda $5,000lik akkaunt turibdi, ya'ni oy tugashi bilan mana shu o'rinda o'zida qolsa bu akkaunt beriladi.
Va ana ko'rib turibsizlar, o'zbeklar ham bor ekan. Bu profirmada minimal 50 emas, 49 gacha bo'lgan o'rinda qatnashib qolsanglar bo'ldi. Sizlar bemalol tekinga challenge akkaunt yutib bo'layotgan va birinchi o'ringa ketamiz. Va keyingi profirmamiz Alpha Capital Group deb nomlanadi. Bu saytga kirganimizdan keyin mana bu past qatorda competition turadi. Aprel musobaqasi. Bu yerda agar ro'yxatdan o'tmagan bo'lsalaring enter competition yozib turadi va bosib ma'lumotlarni jo'natasizlar va bu yerda parol va boshqa ma'lumotlar so'raydi. Shularni jo'natsalaring emallaringga barcha ma'lumotlar jo'natadi. Va bu yerda ko'rib turibsizlar, birinchi o'rindan 3-chi o'ringacha bo'lgan sovg'alar. Birinchi o'ringa 100 ming dollarlik akkaunt, ikkinchi o'rin va uchinchi o'ringa 50 ming dollarlik akkaunt bor ekan. Va do'stlar, sizlarga bitta maslahat. Mana shu 3 ta profirmadan mana bu Secret Fundeddagi profirmadagi musobaqasiga qatnashinglar iloji boricha, chunki ko'rdilaring 49-o'rindan tepasiga sovg'a bor. Ya'ni bu yerda imkoniyat boshqa profirmalarga, ya'ni Blue Garden va Alpha Capital profirmasiga qaraganda yutib olish imkoniyati juda ham katta. Va ikkinchi o'rinda mana bu Blue Garden tavsiya qilaman va bunda ko'rib turibsizlar, o'tgan oy 705 ta, hozir 1700 ta odam ro'yxatdan o'tibdi va bu yerda ham juda kam. Va sovg'alari ham normalniy. 25-o'ringacha bo'lgan ishtirokchilarga berayotgan sovg'a minimal. Bu ko'rib turibsizlar, bunda ham imkoniyat ko'p. Va Alpha Capital keyingisi. Bu yerda faqat 3 ta, oxirgi 3 ta odamga berayotgan xolos. Xo'p do'stlar, bugungi video shundan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirishni unutmanglar.